Alo. Yo, vaqt yo'q. Tramvaygacha vaqt yo'q. Ha, donasini 100 mingdan qo'yib shipirlar. Ha, mayli, sobir. Ha, usta bu, assalomu alaykum. Hay usta Samo, yaxshimisiz? Rahmat, qana bo'lyapti, ha? Bu tepalaga? Ha, endi biz shipirchi bo'lib ketdik endi, biz cho'p usta bo'lib ketdik, usta bu. Gap yo'q. Kecha malyarchilik qilayotgandingiz? Yo, ota bobomiz bizani cho'p usta bo'lgan. Usta bu nima deyapsiz? Ota bobom etikni o'zlagan edingiz-ku? To'g'ri. Etik qoqqanlar, lekin ararida shipir ham qo'qib yurganlar, usta bu. Ha, gap bek qayganda. Ha, kelinglar, davay, qanday shu loyiqalay turibdi. Usta Samo ham kuchayib ketibdi tepaga. Azamat. Bu loying umuman shirasi yo'q-da, qarada. Usta bu. Labay. Bir 300 mingdan kuniga tushyaptimi ish bo'lsa, bu 300 mingdan? Ha, rizqqa yarasha bo'ladi. Bizniki kvadrat tushadi tushyapti usta bu. Yo'q-ey. Sizlarga maslahatim mana loyga o'tirib yig'ishtinglar. Sasib olib ketsa tavba qilib, ko'rishdik odam. Azamat, bu loyingni ko'tar, cho'p usta bo'lamiz. Alo. Kimyogarlar ko'chasi, Spektrum shifr zavodi. O'sha Spektrum qanaqa ekan o'sha? Qanaqa shifr ekan o'zi? Ikki xil shifr bor. Silliq va chiziqchali. Bizning shifrlanish shunaqa xususiyati borki, har bittasiga 2 kilo 800 grammdan azbiz ishlatiladi. Ha, yuboring qani bir ko'raylik qani sifatini. Zo'r deyapman o'shani. Eng qizig'i, klient olib kelgan usta